Milliyligim mening faxrim, g'ururim, ajdodlardan qolgan buyuk merosim, tilim, dilim, urf-odatim, an'anam, shular bilan yuksaladi har nafasim. Endi esa festivalimizni ochib berish uchun Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Dilfuza opa Hazratqulova va Alisher akaga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz talabalar. Mana bugun bizning universitetimizda Vazirlar Mahkamasining 824-sonli qarori asosida milliy qadriyatlarimizni qadrlash maqsadida festival o'tkazilmoqda. Bu festivalimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli talabalar. Mana bugungi Tarannum festivali milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz va boy madaniy meroslarimizni ulug'lashga qaratilgan go'zal bayramdir.